21 ta qurilgan uchastkalarimizdan bor yo'g'i 2 dona sotuvda qolgan ekan. Olmazor tumani Oxunboboyev Mevazorda joylashgan ushbu uchastkalarimizni bittasini maydoni 3.2 sotiq, bittasini maydoni 2.7 sotiqlisi qolgan. Mana shu 21 ta uchastka uchun alohida gaz GRPlari va alohida transformatorlar o'rnatilgan. Kanalizatsiya ham hammasi noldan qilingan deyishyapti. Ya'ni polnisi noldan hammasi sifat bilan qurilgan uchastkalarimiz. Hozir 2.7 sotiqlisini ko'rsatib beraman. Oldi taraflama ko'rishimiz mumkin. Hovlidan tashqari oldida ham katta parkovishn joylari bor. Hovliga keladigan bo'lsa, elektron darozalar qo'yilgan. Burchida letning kuxnani ham joyi tashab ketilgan bo'ladi. Asosiy binoga keladigan bo'lsa, birinchi etaj kirishimizda katta xoll bilan boshlanib, o'ng qo'lda bizada zal, mehmonxona joylashgan, panorama oynalar qo'yilgan. Bundan tashqari chap qo'lda biz kuxnani ko'rishimiz mumkin. Va birinchi etaj o'zida bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzul bilan birga va orqada ham 2 metrlik hovlini ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimizda katta xoll bilan boshlanib, xonalar ketma-ket joylashgan va uni o'zidan terrasaga chiqishimiz mumkin. Bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida garderob va sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari ikkita bolalar yotoqxonasi katta razmerda va bitta umumiy sanuzul joylashgan. Bundan tashqari podolga keladigan bo'lsa, yaxlit holatda ham binoning ichidan ham ko'cha taraflama tushish mumkin. Uchastkamizning narxi $220 ming, pastda quruvchilarning nomerini qoldiramiz. 21 ta qurilgan uchastkalarimizdan bor yo'g'i 2 dona sotuvda qolgan ekan. Olmazor tumani Oxunboboyev Mevazorda joylashgan ushbu uchastkalarimizni bittasini maydoni 3.2 sotiq, bittasini maydoni 2.7 sotiqlisi qolgan. Mana shu 21 ta uchastka uchun alohida gaz GRPlari va alohida transformatorlar o'rnatilgan. Kanalizatsiya ham hammasi noldan qilingan deyishyapti. Ya'ni polnisi noldan hammasi sifat bilan qurilgan uchastkalarimiz. Hozir 2.7 sotiqlisini ko'rsatib beraman. Oldi taraflama ko'rishimiz mumkin. Hovlidan tashqari oldida ham katta parkovishn joylari bor. Hovliga keladigan bo'lsa, elektron darozalar qo'yilgan. Burchida letning kuxnani ham joyi tashab ketilgan bo'ladi. Asosiy binoga keladigan bo'lsa, birinchi etaj kirishimizda katta xoll bilan boshlanib, o'ng qo'lda bizada zal, mehmonxona joylashgan, panorama oynalar qo'yilgan. Bundan tashqari chap qo'lda biz kuxnani ko'rishimiz mumkin. Va birinchi etaj o'zida bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida sanuzul bilan birga va orqada ham 2 metrlik hovlini ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimizda katta xoll bilan boshlanib, xonalar ketma-ket joylashgan va uni o'zidan terrasaga chiqishimiz mumkin. Bitta katta yotoqxonasi o'zini alohida garderob va sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari ikkita bolalar yotoqxonasi katta razmerda va bitta umumiy sanuzul joylashgan. Bundan tashqari podolga keladigan bo'lsa, yaxlit holatda ham binoning ichidan ham ko'cha taraflama tushish mumkin. Uchastkamizning narxi $220 ming, pastda quruvchilarning nomerini qoldiramiz. 21 ta qurilgan uchastkalarimizdan bor yo'g'i 2 dona sotuvda qolgan ekan. Olmazor tumani Oxunboboyev